Tabii yaxşı. Aldı bilan o'sha Erik TV'ninki qurilish jarayoni haqida bir ma'lumot bersangiz. Erik televiziyasini biz aslında 2008 yılı bu Gollandiyaya kelgenden keyin Erik Studiosu namıda yani bir film işleş merkezi açtım. Yani tuncu kıtım ikiliplam Judalık namıda bir televizyon hikaye filmini işlet onu bir bazara saldık. Şu şekilde yani bu film işleriyle şoğullanıp gelip atkan. Bu 2009 yıllık bu vakadan keyin bir yerde karsam aslında Uygur televiziyası namıda bir tor televiziyası battı. Bunun yardımıyla birlikte işlet hemkarlık kılıp atkan. Keyin ma'lum sebepler tüpeyden o torbet biraz saklıp ketkenlik için özümden koldan kirişçe yani şu Erik TV namıda şu hazırda tor televiziyasını şu meydan keltirdik. Erik TV'nin misyonu ne? Yani qurilish g'oyasini nima deb ta'riflaymiz? Endi Erik degan ismning yüzülam yani erkinlik degan ismida. Ama şu Xitoy hokimiyatiga qarshi Uyg'urlarning bir ovozimizni mumkin qadar bo'lsa chet elliklarga anglitishni asoslab Uyg'urlarni endi chet elliklarga to'ntirish va Uyg'urlar o'zimizning qilayotgan ishlarni ham boshqalarga naq maydonga bormagan Uyg'urlarga shu televizor ekran orqali ko'rsatish. Yig'ib aytganda yani bu Erik televiziyasi shu Sharq Turkistonning milliy ozodligi va erkinlik uchun xizmat qiladi deb ifodalasak bo'ladi. Elbette çeteldik qarindoshlarimiz ko'p sonliklari bizning programmalarimizni hammani ko'ryapti deb qarayman. Vatan ichidan mas'ul inkaslar kelyapti. Ba'zi o'quvchilar orasida yoki ishkari ülkelardagi ba'zilar vaqtlik torbatan ish orqali ko'ryapti. Bir universal bir tor televiziyasiga ekilmaydigan degan plan bilan hozirgacha 5 xil saytini ekib kelyapmiz. Hem bunun arasında birisi medeniyet ve sanat. Anın İslam dini programması var. Şu programmalarning ichida hozir sizning bayqishingizcha eng alqish ko'rishgan haq qiziqib ko'rayotgan programma qaysi bo'ladi? Endi bunun arasında en ko'p ko'rilayotgan siyaset meydanı programması bilan andın bu yangi xabarlar programması birdek ko'p ko'rilayotgan program deb qarayman hozir. Erik TV qizg'in ko'rilayotgan yerlar, o'rinlar qaysi? Qaysi davlatlardagi Uyg'urlar buni ko'proq ko'rayotdi bu maydonga? Erik TV'ninki hozir mening torni statistika qarasam yani ko'rilishimizda en ko'p ko'rilgan hozir Amerikaning ko'rilish soni en ko'pkan. Ondan qalsa endi bu Yevropadagi bir qancha davlatlarning ko'rishi alayda masalan Gollandiya, Germaniya, ondan qalsa masalan Turkiyadami hali ko'p kiryotganlar bor. Bular orasida şu Amerikaning en ko'p sonini egallaydi desak bo'ldi. Bu Erik TV'ning bundan keyingi taraqqiyot plani qanday? Endi bu hozirgi bizning boshlig'imiz endi iqtisodiy va yoki boshqa hamma jihatlardan biz kuchimiz biroz ojiz bo'lganligi uchun faqat internet yani bu tor holatida yani tor televiziyasi shaklida bu taqsimlab beryapmiz. Endi bu keyingi kunlarda o'ylayapman yani qanchalik qila olsak balki Gollandiya hukumatiga boshqaruv qilishni planlayapman va yoki bu Uyg'urlar orasida va yoki boshqa Turkiy qarindoshlarimizni yoki birdek bir o'rtaq qoldim ishni bir kengaytaylik deydigan bir planlar keyin bo'lib qolsa endi rasmiy sunyamir orqali butun dunyoning hamma yeridan birdek oldi televizorda ko'ralaydigan bir shaklga akasam deydigan bir orzu bor endi. Erik TV'ning navbatdagi duch kelayotgan qiyinchiligi nima? Hazır mesela psikosmu kılaylı diyen asas bunu başlat bulduk hazır. Ama bunu kengaytiş için hazır diyendek maddi ve manevi cihetten güç lazım bununla. Mesela Uygurlarının özüre qo'llashi lazım. Birinchi bo'lib mesela bunun hazır. Aldın kıtım Dünya Uygur Kurultayının daimi komiteti yig'ini borganda men bir taklif o'tirib qo'ydim. Mesela Uygurlarning ko'p bo'lgan mesela O'rta Osiyodan bir muhtir, Türkiye'den bir muhtir. Mesela Uygur teşkilatı xodimlarga ve çoğunlarımız hem biz şuna iltibas qildim. Birden muhtir tepegen bolsalar aşağıdan hem hazır birinchi qo'ygan teklifim şu bo'ldi. Yani eğer şu tor jihatdan yaxshi texnikasi bor bolalar bo'lsa hamkorlashib Erik TV'ni birlikte boshqarishga. Chunki 7-8 xil til bor da buningda hozir. Mesela men hozir Uyg'urcha bilan turkchani o'zimning bilgan tillarim bo'lg'achqa buni kuchab asli filmlarni ko'plab yo'llayapman. Boshqa mesela inglizchasi bor, gollandiyachasi bor, yaponchasi bor, arabchasi bor. Bu tillarning yuziga kuch yetmayapti da mesela. Birinchisi ham odam kuchi masalasi bo'ladi. Shunaqdandir. Elbette. Hozir bizga eng muhim bo'lgani odam kuchi bo'ladi. Qo'limdan kelishi ish qilay deydigan odam bo'lsa, masalan, menmi aqli kalpini tug'ilgan, ammo men bir nimada o'qimagan, yani riyosatchilikda yoki bir narsada o'qimagan. O'zimni bir kunimcha bir yerda riyosatchilik qilyapman, ham bir yerda o'rganyapman. Musharliqdan da o'zingizni qisqacha bir unishtirib o'tsangiz, qanday qilib va bu ishga kirishib qolganligingizni ham birlikda. Oğlum ben aslı Aksu Keltin Naisi tug'ilgan. Keyin Aksu san'at maktabida o'qidim. Keyin ondan keyin Ürümchiga chiqib Ezitqo Unsin markazi nomida bir film ishlash markazi ochdim. Bu 5-6 yil atrofida bu kino, naqsh ishlash degandek shu masalalar bilan shug'ullanib, 2006-yili men shu Turkiya yo'li orqali Gollandiyaga yetib keldim. Hozir ham 3 yildak bo'ldi.
mush Gollandiyani o'qitdim. Endi bu aralab uzilib qolgan ahvol bor, kesib ketdi bu Erik TV. Bu yerda bir texnikaviy masaladan bo'latamdi yoki hujum bormi? Hozir kadar mesela Erik televiziyasi şu kurulgan kanı bir 7-8 ay 7 aydaki vaqt bo'ldi. Bunun bir hozir kadar 3 qitim etrafida to'xtab qoldi da bu torbet. Mesela aldı bir gün Aksı mesela 4 gün 5 gün içe to'xtab qolgan vaqt bo'ldi. Endi bunun mesela aldığında destekli vaqtlarda bizler tor boşluq filmden ait kichik qolganligimiz uchun bizning yo'llagan videolarning filmlarning ko'payishi hamda ko'pincha abonentlarning kuchayishi bilan bu bizga bergan boşluqning soni yetishmay shu sababdan bo'ldi. Bunun keyin ham uni mishada o'zimiz yana biraz iqtisodni ko'paytirib berish orqali uni biraz tuzatgan bo'ldik. Ama bu qitim masalan turist yana to'xtab qoldi. Buning bilan shirkatlar surishni qilsak, buni Xitoyninki o'sha hakkerlar deydi ekan, masalan tor buzg'unchilik qilganlar. Bu shirkatni buzib ketishdi. O'sha bu faqat bizning Erik TV to'g'rilama emas, bizning to'g'riga shirkat degan o'sha Turkiyaning bir chong shirkatidan olgan, biz Turkiyadan olgan buni. O şirketning o'ziga qattiq hujum qilib, shunga bo'la majbur, hatto o'zining o bizningki qo'shilib, o'zining boshqa bir torbita ham birlikda mushta hujum uchrab, shular bular taqab qo'yib, bir 5 kunda shunga bu yo'tga kitanglar degandek narsani qilib, boshqa yerga o'zi biroz qilib. Keyin yana azroq safat ishni orqali yana ashani o'zini qoldirib qo'ydik endi. Herhalde uni qo'ydim bundan keyin yoki Amerikaga yoki boshqa davlatga yetkazsak texnik yaxshi bo'ladimi degan asosda deb filanlar bo'ladi. Siz Erik TV chiqqandan keyin Xitoy tarafdan mayli sizga, mayli oilangizga qarata bir tanqid, taklif yoki tahdid va alomatlar ko'rildimi? Ve avarchilik uchurdingizmi yoki? Bir qism avarchiliklar bo'ldi, ammo bu men kutmagan bir avarchiliklar emas. Ya'ni bu mening ko'z qarashimdan normal deb qarayman, chunki Xitoy o'zliksiz holda mushta besimlarni burundan kelayotgan. Elbette bir ketelayotgan bir yaş buluş üstüm bilen şahsen men ham buniga har qanday bir bedel söylesem mo to'xtab qolmaymiz deb qarayman. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Erik TV'ning riyosatchisi Abdurahmon O'zturk bilan o'tkazilgan suhbat xotirasini